Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi mol bozoriga keldik. 11 fevral 2026-yil, haftaning 3-kuni. Ya'ni chorshanba. Necha bo'lsa beramiz? 11 bo'lsa, ajoyib unaqa. Telefon nomerlar 144 5868. Bozor loy bo'libdi o'jaldi. Kim usta? Qancha oldi bu mal? 20 so'm. Uchinchi tuj. Uchinchi. Bekitcha unaqa? Unaqa. Bibingizcha o'sa beradi. Bozor shu ko'ramiz. Voy, do'stlar o'la yapsa. Necha chiqdimi? 16 ga chiqdi. 16 ga chiqib qoldi. Qo'ydi bo'lsa bitadi. To'g'ri. Telefon nomerlar 95lik 276 27 60. Birinchi so'm bo'ldi. 32 da tursalar. Necha chiqdilar? 28. Yeding malini? Divana. Divoning moli ekan. 28 ga chiqib turadi. Necha bo'lsa berasiz? 29. 29 ga beradi ekan. Nechanchi tuj? 1. Bir tuj ekan. Telefon nomerlar 90lik 648 5202. Necha oldingizmi usta? 21,5. Necha chiqdi bu? 440 kilo. 21,5 va. To'liq videomizni YouTube orqali ko'rib tomosha qiling. YouTube'dagi akkauntimiz Jasubek Nuriddin Firok hayoti Bog'ot Firok. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha yangi video roliklar joylab boramiz kanalimizga. Salomat bo'linglar.